qarg'ish olib itga aylangan ayol qismati. Ikkinchi qism. Birinchi qismda kelin eri ishga ketgandan keyin qaynonasini xo'rlaydi. Ovqat bergisi kelmaydi. Suv bermaydi, tegini xo'rlab qo'yadi deb va juda qattiq ezadi. Yuraklari siqilib o'lsin deb va har doim qaynonasini itdan olib itga solardi va it deb chaqirardi. Juda bir ezvordingiz deb boru. Mana shu itga o'xshab akillavras, mana shundoq qildingiz. Suv bering bolam. Rahmat. Suv desangroq bo'ling qizim. Yana bering. Ko'proq bering kelin. Suv bo'ladi sizga. Ha, siz suv ichingda keyin tegingizni xo'rlang. Men tozalang tegingizni. Suv. Suv yo'q sizga. Yo'qda. Suv dedim. Itdek xor bo'lib o'lmasin. Rozi emasman. Ojon. Ojon, o'ldingizmi? Qarg'ishing o'zing ursin. O'zingga ursin. Oradan yillar o'tadi va kelin tushiradi. O'zi esa qaynonasiga o'xshab, qarib, kasal bo'lib, qaynonasini it deb xo'rlagani uchun o'zi it ahvoliga kelib qoladi. Ovqat.